Keşlikiniz hayırlı olsun dostum. Anlavatqınınız Nicat FM. Ben yana dal vaqtida huzurunuza yetib keldim. Bugun kecha uxlash oldida siz bilan yashash to'g'risida mungdish boqqim keldi. Yashash haqida, xato qilmoq haqida to'xtalganda, ayol yozuvchi Doris Lessning Hayot qolg'uchining aslimasi degan kitobida aytilgan bunu gaplarni degim kelyotdi. Balachig'imizda cho'ng bo'lishga intilatdik. Cho'ng bo'lgandan keyin balaligimizga qaytishni orzulaydigan bo'ldik. Biz salomatligimizni isrof qilib, mol-dunyo yig'imiz. Ondan mol-dunyorimizni salomatlik uchun sarf qilamiz. Biz arsaldilik iligida kelgusiga nazar silib, bugungi turmushni unutib qolamiz. Shunga yo bugun uchun yashadim deyolmaymiz, yo kelgusi uchun yashayman deyolmaymiz. Mangu o'lmaydigandek yashaymiz, hech bir yashab boqmagandekla o'lib ketamiz. Balay ofatdan amon qolg'uchining mundaq so'zlari yurakning beg'ishiga tegadi. Reallik rahimsiz, hayot jafoliq. Sog'lom yashayotganligimizni eng zo'r baxtimiz desak yomon ketmaydi. Mushu baxt qo'ynida davomliq allaylanish uchun mundaq haqiqatni aniq tunishimiz kerak. Birinchi, ilm-fan va sonliq ma'lumotlar isbotladiki, tuvan qatlamda tug'ilganlarning tan saposi nisbiy nacharroq bo'ladi. Xizmatga chiqqandan keyin yashash besimi va o'zlik besimi ziyoda yuqori bo'lish sababidan osonli ig'ir kasalga giribtor bo'lib qoladi. Shunga turmush saviyasi nacharroq oilaning bolalari cho'ng bo'lgandan keyin cho'qim o'ziga texma bakrak diqqat qilish kerak. Do'stim, ming bir mushkulot ichida yashab, mushkunga ulashgandan keyin kelgusi kunlaringizda bo'lsa-mu, obdanroq o'tkazing. Ikkinchi, o'ziga ishonmaydigan, o'zini bak muayyanlashtirib ketmaydigan kishilar osonla andisha yoki tashvishga asir bo'ladi. Ular xalqning bahsi orqali o'zini isbotlashga intiladi. Shunga osonli salomatligidan chatoq chiqadi va ziyoda charchash ichida yashaydi. Emgak namunchilari jon ko'ydirib ishlaydiganlar o'zini isbotlash va o'zidan olqishga bakrak intildigan bo'lg'achqa ko'p hollarda eng burun kasal sababidan yiqilib qoladi. Ko'rgan kuniga shukr qiladigan, o'zidan qanoat topadigan kishilar ko'proq vaqtini o'zi bilan sirdishish, salomatligi va kayfiyatini yaxshi tizginlash bilan o'tkazadi. Amaliyotda do'stim, haqiqiy hayot parasti shudirki, qo'lingizdan kelishicha ishlang, holingizga beqib ish ko'ring. Samingizda bo'lsinki, salomatlik badiliga armonga yetish haqiqatan ahmoqlik. Holbuki salomatlik badiliga boshliqning maqtashiga erishishmi kuchiga chiqqan ahmoqlikdir. Uchinchidan, baslishish g'oliblarning xosligi. Lekin salomatligiga boqmay qarqo'yoq baslishish xavf-xatarga boshlaydi. Amaliyotda ziyoda charchash dastidan o'lib ketganlarning mutlaq ko'pchiligi o'ziga o'zi bisim qilish va mukammallikka ziyoda intilish sababidan berilib ishlagan. Hargizmi boshliqqa pattig'idan besib turib ish qilgan emas. Ular minut sekundni qo'ldan bermay oxirgi pallaga birinchi bo'lib yetib berishga intilgan-yu, lekin badanining og'riqi va cho'qonlariga pisand qilmagan. Do'stim, esingizda bo'lsinki, ko'pincha hollarda siz boshqalarning zo'ri yoki besimi bilan emas, balki o'zingizga ichingiz og'rimaganligi sababidan talofatga uchraysiz. Har qancha aldirash bo'lsangiz-mu, cho'qim o'zingizga ko'ngil bo'lishni unutmang. Badaningizning nidosiga quloq soling. O'zingizga kuyinishni o'rganib oling. Oxirda do'stingiz Nijot shunday tavsiya qiladiki, doim o'zingizga mundaq deb eskartib turing. Men hayotni suyman. Sog'lom hayotni texmi suyman. Meni qadrlaydigan va men qadrlaydigan kishilar uchun bo'lsa-mu, uzunroq yashashim kerak. Xo'sh, qadrli do'stim,
endi uxlaydigan vaqt keldi. Do'stingiz Nijot sizning bugungi bir kechangizning sherin bo'lishini umid qiladi. Albatta, atlik barliq ishlaringizning xayrli bo'lishini tilaydi. Agar yuqorqi bayonlarim sizga yaragan bo'lsa, undaqda do'stlar chambarkiga hambarlab qo'ygaysiz. Ata Beijing vaqti soat 11 da ko'rishayli. Yaxshi tush ko'ring. Xayrli kech.